Ishonmang mashinangiz yangiligiga. Ishonmang shoferingizni mohirligiga. 30 yildan beri Rossiyaga qatnaydi deydi. Mashinasi ham yangi, garantiya zo'r olib boradi deydi. Qayoqdan bilasan? Qayoqdan bilasan? U mashinasini yangiligi, shofirni mohirligi sabab xolos. Sen shu sababni zo'rini qilishing kerak xolos. Natija kim qo'lida? Yoki deydi Alloh taolo Furqon surasida, yoki siz ularning ko'plari haq so'zni tinglay oladilar, yo anglay oladilar deb o'ylaysizmi? Undoq emas. Zero ular hech narsa emaslar. Magar chorva hayvonlari kabidirlar? Yo'q, ular yanada yo'ldan ozgorroq kimsalardir. Imom Zahabiy aytadi: "La'anallohu zaka bila imanin va radiyallohu anil baladati mat taqwa."